Assalomu alaykum hammaga. Qashqadaryo viloyati Muborak tumani 30-sovxoz zavod posyolkasida yashayman. Mana uyimni ahvoli, mana hamma yog'imni suv bosgan. Bolalarimni ham hatto maktabga jo'nata olmadim. Mana ko'chamizni ahvoli, hademay uyim og'dariladi. Shu bilan ikkinchi, uchinchi marta mana shunday suv bosishi hamma yog'imni. Bu nima ahvol? Bir chora ko'riladimi, yo'qmi? Bir ilojini qilib beringlar menga. Bitta meni uyim emas, qo'ni-qo'shnilarimni ham uyini suv bosgan. Ko'chadan yurib bo'lmaydi. Bizga biron chora qilib beringlar.